Ey yo do'stlar, bugun biz Ug'ur Saroyidamiz. Xullas, yarim kechasi stressdaman. Boshim og'riyapti. Endi vahimali chiqib ketmasin. Jim tur. Stressdaman emas, charchadim. Juda ko'p narsalardan charchadim. O'zimni chalg'itish uchun ofisda uborga qilgim keladi. Shuni bahona deb topdim, ofisda uborga qilyapman. Seminli muammolardan ham charchadim, o'rtoqlardan ham charchadim, do'stlardan ham charchadim. Ya'ni nimadan immindan charchading desalaring, endi to'g'risi qo'pol bo'lsa ham aytaman. 200lamachi insonlardan charchadim. 200lamachi do'stlardan charchadim. Umuman juda ko'p 29 yoshimda shu darajada ko'p problema yog'ilib keldiki deb o'ylayapman-da. Bular tugaydimi, yo'qmi? Bosimlar, problemalar sekin kelsa boshqa, lekin bitta yilda o'zida buncha problema slishkim ko'pda. Bundan ham og'ir problemalar bor insonlarda, Xudoga shukr. Sog'lomman, aqlim ham joyida. Muhimi menimcha shu, qolganini inson ko'rib boraveradi. Bu xuddi shunaqa vaziyatlar bo'lmasa ham har xil vaziyatlar insonlarda boshiga tushadi. Ular nima qiladi? Yo yomon yo'lda tanlaydi, yo kimgadir jabr qiladi. Yoki o'zi o'zgarib ketadi. Bo'ldi shu ekanda, endi men ham shunaqa yashayman deb shunaqa qiladi. Men nimaga bu gaplarni sizlar bilan bo'lishyapman? Mana shunaqa situatsiyada, mana shunaqa vaziyatda boshqa tomonga qarab ketib qolmang, sabr qiling. Men ham xuddi shu sabr qilish yo'lini tanladim. Hammasiga Alloh o'zi kifoya qilsin, ajrini bersin. Ya'ni shu qadar insonlar, odamzod nima deydi, razil bo'lishini ko'rib hayron qoldim-da. Men o'ylamaganman bu darajada razil bo'ladi deb. Hozir meni ko'rib turgan bo'lishi mumkin mana shu insonlar ham. Cho'chimanglar. Tupurib qo'yganman sizlarga. Dal shunday davom etaman. Chunki sizlar mana qanday ko'rsatay? Sizlar men bu joydasizlar, men bu joyda, mana masjiddasizlar. Men agar sizlarga ham menga qilgan ishlaringni qilsam, men bu joydan masjidga tushgan bo'laman. Yana qo'polroq qilib aytaman, erkak kishilar, sizlar jalabsizlar, men jalablar bilan teng bo'lmayman. Erkakda ham jalabi bo'ladi. Sizlar mana shu qatordansizlar. Bular endi общий aytmayapman, o'zi betiga ham aytsang bo'ladi desam, betiga ham aytdim. Shuning uchun yana bir bor yetkazib qo'yay dedim mana shu narsani. Mendan xavotir olib bu narsaga atvet kutmanglar. Menga vashya qizig'i yo'q. O'zim hayotimni davom etaman. Sog' bo'lasizlar, yaxshi insonlar va cho'rtlar.